Hem chiroyli, hem sifatli, hem arzon. Oxirgi pasondagi patologimizni ko'rsataymi? Ino. Tum ajoyib chiqdi bu. Baholarni eshiting endi. Berimiz o'zi 16 ga 5 metr ber, 80 kvadrat ber. Birinchi kvadrat liskitda bo'lsa, xudo xolasa hozir tushuntirib beramiz. Bu mebel suitlarimiz qimmatından bo'ladi. Mebel suit qimmatından bo'ladi, xudo xolasa. Oq mebel suit mokro ishlatilganmiz. Latoklarimiz ham tozadan qo'yilgan, qimmat ilgaklarda bo'ladi bu. Kurchoklar ham qimmat bo'ladi, yana ko'p to'g'rilazim. Tum ajoyib chiqqan. Berimiz o'zi 80 kvadrat ber. 80 kvadrat. Bera 111 kvadrat liskitdi. 111 kvadrat. Bir dona telefon gitdi bunga. Bellar yanib turadi. Yaldirab turadi. Xudo xolasa. Hozatib, ishlarni o'shanatib urib berganmiz, chiroylatib. Uni общий bahosini aytadigan bo'lsak, chasum gittida bo'lasizlar. Shunning katta patologimiz. 20-25 million deysizlarmi? Yo'q. 16 million 900 ming so'm shunday olib bitdi bu hamma xizmat ichida. Xudo xolasa. Ajoyib bo'lib chiqdi oxirgi pasonda. Haytek pason bo'lganda lisimiz ko'p ketadi. Bellarni lis ko'p ketadi. Haytek pasonda endi har kim aql, lekin bu pasonimiz ham juda chiroyli chiqqan. Ko'p turganlarni. Bellarni amaliyot ishlatganmiz, yaldirab turish uchun. Xudo xolasa mebel suitimiz 12-15 ming so'm qimmat yurdi A5 lisdan. Ko'pchilik bilsa kerak. Shuni hammasini 150 ming so'mdan hamma xizmat ichida ishlab berganmiz. Bir ko'rib baho berasizlar. Bir like bosib tuniga qo'ytirjak ustalar nelari uyarib qo'yasizlar videoni. Yakınlara, xudo xolasa. Katta. 110 kvadrat lis ketdi mana. Nega haytek pason bo'lganda ko'p ketadi. Mebel suitimiz. Qadam boğamı joyi bo'yina, xudo xolasa, qadam boğamı o'zlari ham aytsinlar. Malades. Rahmet. Şimdi özüm köyümdeki Safar Bey. Ha. Niçin ben sizlere aytamam da? Ha. Seni atanam. Ha. Buğan diyebilirsin beşara usta. Ha. Konda var da. Sizlere pakalene. Ha, konda var. Ustaçılık. Şunun için o adamın köyündeki sizlere o adama mı söylesiniz? Şu iş onlarımız hem iş sahibi olmak. Ha. Ana kadar aşkı anam zet koysan, bileklerim, bunlara sağ ol koysunlar. Tapkanlarınız toylarınızda buyurlar Kudayım. Rahmet. Hem işe yüreğinizde toy bana gel. Barış gelişimiz doktamasın. Kudayım şu işlerinizde ahmet. Artıklar toylarından tuturasız. Buyurgay joylar. Bereket tapınlar bana. Böylelerimiz ham joyli-joyida qo'yib berganmiz. Dım zor könümdeki hemmesi acayip. E'tibor uchun rahmat hamma, ko'rib kuzatib turasizlar, xalq xizmatindamiz.